Hammaga salom. Sizni bu yerda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun siz bilan ssenariy yozish strukturasi va huquq haqida ko'rib chiqamiz. Bu sizga oddiy darslik emas. Content marketing, ya'ni pullik kurslarimizdagi bitta huquq bo'yicha alohida darsni sizga 100% bepulga namuna sifatida ko'rsataman. Darslikdan siz aynan ssenariy yozish bo'yicha va huquq bo'yicha chuqur bilimlarni xudo xohlasa qo'lga kiritasiz. Darslikni ko'ring, darsdan keyin ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Content marketing kursi 1-modul, 7-dars. Ssenariy yozish strukturasi. Bugun siz bilan birgalikda ssenariy yozish strukturasi, ssenariy yozish qoidalari va oxirida kontentdagi birinchi soniyalar muhimligini birgalikda to'liq ko'rib chiqamiz. Ssenariy yozishga o'tishdan oldin biz kontent tayyor bo'lish jarayonidagi hamma etaplarni bo'laklarga bo'lib olamiz. Bizda eng asosiy bo'laklar bor. Bu nima? Birinchisi bu ideya. Ya'ni bizni videomiz tayyor bo'lish uchun birinchi ideya kerak. Undan keyin ideyani ssenariysi yozib chiqiladi. Undan keyin syomka, montaj va uni yuklash etaplari bor. Biz oldingi darslarda syomka va montajni qanday qilib sifatli qilishning eng asosiy bilimlarini oldik. Jamoadagilar ishini to'g'ri qabul qilishni o'rgandik. Endi esa navbat o'zimizning ishni sifatli qilishga yetib keldi. Xo'p, bu narsani osonroq tushunishimiz uchun kontentni tayyor uy deb olamiz. Ya'ni uydagi g'ishtlar, tomlari va boshqa tashqi ko'rinishdagi hamma ishlar bu videoning syomka va montaj qismi. Lekin uyning fundamenti bu ssenariy. Agar bizni fundamentimiz baquvvat bo'lsa, ssenariyimiz kuchli bo'lsa, qolgan joylari ham zo'r bo'ladi. Lekin fundamenti chala bo'lsa, ya'ni ssenariy yaxshi yozilmasa, bizni tomlarimiz, g'ishtlarimiz, tashqi ko'rinishi qanchalik zo'r bo'lsa ham uyimiz qulab tushadi. Shuning uchun bugun siz bilan uyning fundamentini qanday qilib kuchli qilish strukturasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, ssenariy yozish strukturasi. Biz 5 ta etapdan iborat bo'lgan struktura asosida ssenariy yozamiz. Bu qaysi etaplar? Birinchisi bu huquq, ikkinchisi bu qiziqish, uchinchisi bu asosiy qism, to'rtinchisi tushuncha va beshinchisi harakat. Birinchi qismning, birinchi etapning maqsadi, ya'ni huquqning maqsadi e'tibor tortish. E'tibor qanday qilib tortiladi? Kontentda bizda asosan 3 xil huquq bor. Birinchisi gap huquq, ikkinchisi tekst huquq, uchinchisi bu vizual huquq. Bu huquqlarning bir-biridan farqini men sizga misollar bilan keltirib ko'rsataman. Tayyor bo'lsangiz biz birgalikda gap huquq uchun misolni ko'ramiz. Agar siz ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, ushbu ilovalar telefoningizda bo'lishi shart. Когда вы в последний раз наслаждались тишиной? My clients are ready to pay me anywhere from $2,000 to $5,000 every month to grow their brand online. Так, ребят, сейчас просто за 30 секунд сделаю ваш день. Xo'p, gap huquq uchun misolni ko'rgan bo'lsangiz, endi men sizga tekst huquq uchun misol ko'rsataman. Екатерина, мы очень сожалеем, но нам не удалось спасти вашу маму. Xo'p, bu ham sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi vizual huquq uchun misolni ko'ring. This is Oliver. He's got vision, big vision. Xo'p, hamma huquqlar bo'yicha misollarni ko'rdingiz, sizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Lekin bizda shu joyda qo'shimcha qilib aytaman, bizda kuchli kombinatsiya bor. Ya'ni gap, tekst, vizual huquqlarni bitta qiladigan bo'lsak, bizda eng kuchli kombinatsiya paydo bo'ladi. Ya'ni bizda har xil huquqlarni bitta videoning birinchi qismida bittada ishlatadigan bo'lsak, bizda eng kuchli huquq kombinatsiyasi paydo bo'ladi. Men sizga endi tushunarli bo'ldi. Birinchi qismda maqsadini aytdim. Bu e'tibor tortish. Bu yerda gap huquq bo'ladimi, vizual huquq bo'ladimi, tekst huquq bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Eng muhimi
e'tiborni tortishimiz kerak, ya'ni odamlar e'tiborini tortishimiz kerak. Undan keyin esa bizda ikkinchi etap, bu qiziqish etapi. Qiziqish etapining maqsadi video nima haqida ekanligini tushuntirish va odamlarga videoni oxirigacha ko'rishga undash. Mana shu narsani u eplaydigan bo'lsa, ya'ni mana shu narsani bajaradigan bo'lsa, bu etap o'zini vazifasini yaxshi bajargan bo'ladi. Bizda esa 3-etap, bu asosiy qism. O'z nomi bilan aytib turibdi, videoning eng asosiy qismi shu yerda bo'ladi. Ya'ni videoning 70-80% gacha qismi aynan mana shu qismni tashkil qiladi. Bizda esa 4-qism, bu tushuncha. Ya'ni tushuncha etapining maqsadi videodan olingan umumiy insightni qisqa qilib tushuntirish. Ya'ni bitta gap bilan umumiy videodan nima insight olganimni yetkazib berish. Oxirida harakat etapi. Bu etap nima? Bu odamlarga bizni xohlayotgan maqsadimizga yo'naltirish, ya'ni odamlarga keyingi harakatni ko'rsatish. Bu obuna bo'lishi mumkin, ro'yxatga o'tish bo'lishi mumkin yoki biz xohlayotgan maqsad bo'lishi mumkin. Endi esa biz ssenariy yozish ketma-ketligini gaplashib o'tamiz. Mana bu etaplar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa. 90% inson ssenariyni qanaqa qilib yozadi? Birinchi bo'lib, hook, qiziqish, asosiy qism, tushuncha, harakat etaplarini, ya'ni shu ketma-ketlikda yozadi. Birinchi bu boshlaydi. Videoni nima deb boshlasam qiziq bo'lar ekan. Keyin esa qanaqa uni qiziqtirsam ekan? Xo'p, nima haqida endi qanaqa qilib tushuntiraman? Shu xuddi o'zini ketma-ketlikda yozadi. Va bu yerda qiziq fakt ko'pchilik hattoki ssenariysi qancha daqiqa davom qilishini ham bilmaydi, ya'ni qancha soniya bo'lishini ham bilmaydi, oxiri ham hattoki nima bilan tugashini bilmaydi va bu xato. Bu xuddiki bitta bola yoki qiz uydan ko'chaga chiqib qayerga borish kerakligini biladi, lekin shunda uydan chiqqandan keyin qayerligini u bilmaydi. Lekin biladi qayergadir borish kerakligi, lekin uni boradigan aniq joyi yo'q. Buni natijasida esa hamma joyda aylanib yuradi, vaqti ketadi, o'zini energiyasi ketadi. Yoki bu narsani yana bitta misol bilan keltirishimiz mumkin. Agar shunaqa yozadigan insonlarga ikki inson orasidagi dialogni ssenariy qilib yoz deydigan bo'lsangiz, ular nima qiladi? Birinchi bu boshlaydi. Xo'p, yozishim kerak. Birinchi assalomdan boshlanadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dialog yozar, keyin o'ylab ko'radi. Nima deb javob bersam ekan? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Xo'p, endi nima haqida gaplashsak ekan? Soat necha bo'ldi? 19:00. O'ylanib qolib, endi nima yozaman? Endi bu yog'iga nima yozaman? Jim turadi. Chunki endi bilmaydi. Ikki inson o'rtasidagi dialog bor edi va u boshidan boshlab yozib keldi. Assalomu alaykum va alaykum assalom deb. Endi esa suhbatni qanaqa davom qildirishni bilmaydi yoki oxirida nima qilib tugatishni bilmaydi. Buning natijasida ssenariy yaxshi chiqmaydi va odamlar uni o'qishdan uzoqlashadi. Shu joyda bu narsadan qanaqa insight olishimiz mumkin? Bu xato. Ya'ni ssenariyni boshini boshlab, keyin nima bo'lishi aniq bo'lmasa, bu eng katta xato. Shu narsani tushunib olaylik. Siz ssenariy yozishni boshlaganingizda uni boshlanishi va tugashi 100% aniq bo'lishi kerak. Bu videoga bo'ladimi, Telegramga bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Sizda boshlanish bormi? Oxiri ham aniq bo'lishi kerak. Ya'ni videoingizdagi A nuqta bilan B nuqta 100% aniq bo'lishi kerak. Shundagina agar sizda A nuqta aniq bo'lsa va B nuqta aniq bo'lsa, siz o'sha yo'ldagi chiziqni chizib chiqa olasiz. Bu misol o'sha uydan bitta bola chiqqan bo'lsa va maktabga borishi aniq bo'ladigan bo'lsa, siz qaysi yo'l bilan borishni o'zingiz chizib chiqaverasiz. O'zi mahallaning ichi bilan boradimi, katta yo'l bilan boradimi, metroda boradimi, avtobusdami, sizda aniq, faqat yo'lni chizasiz. Sizda A nuqta, B nuqta 100% aniq bo'lishi shart. Agar shu narsa aniq bo'lmasa, ssenariy yozmay qo'ying. Birinchi boshlanish oxiri aniq qilib olishingiz kerak. Xo'p, A nuqta va B nuqtani aniqlashtirmasdan turib, ssenariy yozish xato ekanligini tushundik va shu yerda sizda savol tug'ilishi mumkin. Unda to'g'ri ssenariy yozish ketma-ketligi qanday bo'ladi? Keling, mana shu narsani birgalikda ko'rib chiqamiz. To'g'ri ssenariy yozishimiz uchun bizda 3 ta punkt, 3 ta puzzle aniq bo'lishi shart. Bu qaysi puzzlelar? Birinchisi bu hook puzzle, ikkinchisi bu asosiy qism, uchinchisi bu harakat. Mana shu 3 ta etapdan bittasi bizda aniq bo'ladigan bo'lsa, biz shu etapdan kelib chiqib ssenariyni yoza olamiz. Buni sizga men misollar bilan keltirib tushuntiraman. Birinchisi hook. Bizda qanaqa hook bo'lishi mumkin? Yo'lda yuribmiz va o'sha yerda xayolimizga bitta ideya keldi. Instagramda bir kunda 50 ta video joylasa nima bo'ladi? Shu savol xayolimizga kelib qoldi va bu kuchli hook, ya'ni ko'pchilik inson uchun qiziq.
bir kunda 50 ta video joylasa nima bo'ladi? Bo'ldi, biz mana shu hookdan kelib chiqib, videoning qolgan qismini yoza olamiz. Ikkinchisi, bu o'ylashimiz mumkin, kontent orqali $10,000 topish uchun qancha vaqt ketadi? Ko'pchilikka qiziq va ko'radi va mana shu hookdan kelib chiqib biz qolgan qismlarni yoza olamiz. Yoki endi asosiy qism. Asosiy qismda biz nima? Bizda hook yo'q yoki harakat yo'q, lekin bizda aniq ma'lumot bor, shu narsani o'rgatishni istaymiz. Bu qanaqa ma'lumot? Bu bo'lishi mumkin, men odamlarga ssenariy yozish strukturasini o'rgatmoqchiman. Ya'ni shu bilimni odamlarga o'rgatmoqchiman. Xuddi hozir darsni o'tayotganimdek, boshqa odamlarga ham shuni o'rgatmoqchiman. Lekin hozirgidek qilib o'tadigan bo'lsam, ularga qiziq emas. Ularni 1 daqiqaga, ya'ni Reelsga joylayotganim uchun 1 daqiqalik qilib qisqa sodda usulda tushuntirishim kerak. Bu narsa uchun endi men uni hook qismini yoki oxirida harakat qismini keyin o'ylayman. Lekin menda bilim bor, bu aniq. Uni boshi va oxirida o'ylash keyingi etap. Va menda bu bilim, asosiy qism. Ikkinchisi, yoki men videolar orqali videoda shrift tanlash bo'yicha o'rgatishim mumkin. Uni qanday qilib odamlarga yetkazishim, hookini qanaqa qilishim, oxirini qanaqa qilishim bu ikkinchi darajali narsa. Ya'ni bo'ldi, menda bilim bor, asosiy qism bor, u narsadan kelib chiqib qolgan qismini yoza olaman. Yoki esa teskarisi, bizda maqsad bor, ya'ni aniq harakat bor, shundan kelib chiqib qolgan narsani tayyorlaymiz. Bu maqsad bo'lishi mumkin, Telegram kanalga 1000 ta yangi obunachi olib kelish. Bo'ldi. Men o'sha narsa maqsadim bor, endi esa men o'ylab boshlayman. Qanaqa kontentlar qilsam ko'pchilik ko'radi, qanaqa qilsam mana auditoriyam menga obuna bo'lib keladi, nima ma'lumotlarni bersam ularga qiziq. Bu o'shandan keyin aniq bo'ladigan birinchi maqsad bor. Ikkinchisi esa bu kurs uchun 100 ta yangi lead, ya'ni 100 ta yangi murojaat olib kelish. Bu narsa ham aniq. Demak, bu narsa bo'lishi uchun men qolgan qismlarni undan keyingina yozib boshlayman. Ya'ni tushunib oldingiz, siz boshidan boshlab yozib kelishingiz shart emas. Shu 3 ta puzzledan bittasi bo'ladigan bo'lsa, shundan kelib chiqib boshini yoki oxirini undan keyingina yozishimiz mumkin. Shu 3 ta puzzledan bittasini aniq qilib oling. Bu narsa tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi esa men sizga video uchun ssenariy yozishdagi qoidalarni tushuntirib beraman. Ya'ni video yozishda qoidalar bor va bu qoidalardan birinchi qoida bu bitta video, bitta mavzu qoidasi. Ya'ni siz bitta videoda 5 yillik tajribangizdagi bilimlarni bittada o'rgatishga harakat qilmasligingiz kerak. Ko'pchilik shunaqa qiladi, ya'ni bitta video olayotgan bo'lsa, unga bor bilimini, ekspertligimni to'liq ko'rsataman deydi, hamma ma'lumotni bittada tiqadi va bu xato. Bitta videoda bitta mavzu ochilishi kerak. Bo'ldi, siz boshqa videolarda ham keyin boshqa narsalarni ochib berasiz. Mana shu narsaga rostdan amal qilishingiz shart. Qolgan narsani keyin ikkinchi daraja. Bitta mavzu, bitta video. Bo'ldi, mana shu narsani yaxshilab bilib oling. Bizda esa ikkinchi qoida. Bu sodda va qisqa qilish. Bu nima uchun kerak? Videoingizni maksimal ko'p inson tushunsa, shunchalik ko'p topga chiqadi, shunchalik ko'p inson uchun qiziq. Siz shu darajada videoingizni sodda qilishingiz kerak, qisqa qilishingiz kerak, imkoni boricha. Bu hattoki 10 yoshli bola ham ko'rgandan keyin videoingiz tushunarli bo'lishi kerak. Ya'ni odamlar 10 yoshli bola ham ko'rib videoingiz mag'zini tushunishi kerak. Shundagina videoingiz zo'r natija ko'rsatadi. Bunga misol men sodda va qisqa qilishga men sizga misollar bilan keltirishim mumkin. Bu misol birinchi biz yozishimiz mumkin. 10 ta sifatli lead xizmatingizga qiziqish bildirdi. Bu biz yozishimiz. Lekin qisqartirib soddalashtiradigan bo'lsak, bu qanaqa ko'rinishga keladi? 10 ta inson birga ishlashni xohladi. Birinchisida 10 ta sifatli lead xizmatingizga qiziqish bildirdi. Bu kamchilik, shu sohada yurgan insonlar tushunadigan til. Lekin biz 10 ta inson birga ishlashni xohladi deydigan bo'lsak, hamma bu sohaga umuman tushunmaydigan odam ham bu gapni tushunadi. Ikkinchi misol keltiraman. Mijozlar bilan kazdev o'tkazish kerak. Ya'ni bu sohadagi insonlar bu gapni tushunadi, lekin boshqalar tushunmaydi, shuning uchun ularga qiziq emas. Lekin biz uni soddalashtiradigan bo'lsak, mijoz nima xohlashini aniqlash kerak. Mijoz nima xohlashini aniqlash kerak. Juda oddiy va ko'pchilik tushunadigan tilda yozish. Mana shundagina videolaringiz yaxshi natija ko'rsatadi. Xo'p, bizda 3-qoida. 3-qoida bu gaplarni ko'rsatish kerak. Ya'ni biz gapirayotgan gap odamlarni faqat gap bo'lib qolish kerak emas, unga namuna bilan ko'rsatishimiz kerak. Bu misol bo'lishi mumkin. Daromad haqida gapirsak, biz o'sha pul kelib tushganini, chekini insonlarga videoda ko'rsatishimiz kerak. Mana shu orqali odamlarga ta'siri ko'proq bo'ladi. Yoki misol rasmda bilan namunani ko'ryapsiz, Instagramda
qo'llanma deb gapirilgan joyda qo'llanma ko'rsatilgan. Va shuning natijasida odamlarga ta'siri ko'proq bo'lgan. Xuddi siz ham xuddi shunaqa qilib gapirayotgan gapingizni namuna bilan ko'rsatishingiz kerak. Bodring deyapsizmi? Bodringni ko'rsating. Pomidor deyapsizmi? Pomidorni ko'rsating. Nima haqida gapirsangiz, shu narsani ko'rsatishga maksimal harakat qiling. Bizda esa 4-qoida bu kutuvni oqlash qoidasi. Ya'ni huquqda, qiziqtirishda siz berayotgan va'dangizni asosiy qismda uni oqlashingiz kerak. Ya'ni aytilgan narsani rostdan ko'rsatishingiz kerak. Misol, siz birinchi boshida 10 mingta obunachi yig'ish uchun maslahatlar deb turib, buni bu yoqda to'g'ri ovqatlanish haqida gapirib ketadigan bo'lsangiz, videongizni katta negativ va bu umuman xato. Bo'ldi, 10 mingta obunachi yig'ish haqida video qo'yasizmi? Bo'ldi. Mana shu haqida ketish kerak va shunga yarasha maslahatlar berilishi kerak. Odamlarni kutuvini oqlashingiz kerak. Mana shu eng asosiy 4-qoida hisoblanadi. Bu narsalarga agar siz amal qiladigan bo'lsangiz, videolaringiz zo'r natija ko'rsatadi. Xo'p, endi keling mana shu ssenariy yozishni va boya aytib o'tgan qonun qoidalarimni tushunarli bo'lishi uchun amalda yozilgan ssenariylar bilan tahlil qilib ko'ramiz. Stop. Shu joyda kichik reklama. Agar sizga darsi foydali bo'layotgan bo'lsa, xursandmiz va siz blog yurg'izishni, kontent qilishni, obunachi ko'paytirishni va eng muhimi, blog orqali daromad qilishni xohlasangiz, content marketing kursimizning yangi guruhlariga qabulni boshlaganmiz. Kurs haqida to'liq bilish uchun описание yoki kommentdagi sayt ustiga bosing va shu yerdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Endi esa darsga qaytamiz. Bu uchun men prezentatsiyaga e'tibor qarating. Birinchi ssenariyni ochamiz. Instagramdan qo'llanma ssenariysi. Bu axvatli va ekspertli uchun tayyorlanibdi. Ssenariyni endi ochadigan bo'lsak, bizda yozib qo'ygan. Birinchi chap tomonda etaplar, o'ng tomonda ssenariy. Bizda buni ketma-ketlikda ko'ramiz. Hook qismida biz nima narsa aytganmiz? Birinchi, bu akkaunt ochilganiga 1 kun bo'ldi va birinchi videoning o'zi 600 mingdan oshiq prosmotr va 500 tadan oshiq obunachi olib keldi. Ya'ni odamlarga qiziq, 1 kunda qanday ochildi va video qo'yilishi bilan 600 mingdan oshiq ko'rish va obunachi olib keldi. Mana shu hook va endi qiziqtirish. Qiziqtirishda biz nima qilamiz? Buning siri nimada? Odamlarga qiziq. Ya'ni buning siri nimada? Aniq shu narsani tushunyapti. Undan videodan keyin aynan shu sir haqida gapiriladi. Va bu yerda asosiy qismida esa tushuntirib berilyapti. Sababi oddiy. Instagramda videolaringiz topga chiqishi uchun nimalar qilish ketma-ketligi bo'yicha yozib qo'ygan. Bu video esa xuddi shu qonun qoidalariga asoslanib tayyorlangan. Afsuski bu qo'llanma boshqa tillarda, lekin men siz uchun buni o'zbek tilida ketma-ketlikda tayyorladim. Endi esa tushuncha. Ya'ni tushuncha qismida videodan nima olishini odam tushunishi kerak. Bu qo'llanmani esa 100% bepulga olishingiz mumkin. Ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilganimni 100% bepulga olishingiz mumkin. Bu tushunarli va oxirida harakat qismida esa bu gapirilyapti. Bu qo'llanmani olish uchun kommentga qo'llanma so'zini yozib qoldiring. Mana shu orqali biz odamlarga yetkazishimiz, ya'ni umumiy ssenariyni yozganimiz orqali odamlarga maksimal foydali, ko'proq odam tushunadigan ssenariy tayyorlashimiz mumkin. Aynan shu ssenariy bo'yicha biz video tayyorlaganmiz va bu videomiz bizda 1.300.000 ko'rishlar va 37.000 like, 53.000 komment va 10.000 ta obunachi olib kelgan. Aynan shu struktura asosida yozilgan ssenariy. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta o'sha video 1 milliondan oshiq video ko'rishlar 10.000 taga yaqin obunachi olib keldi. Bittagina videoning o'zi. Endi esa biz ikkinchi videoning ssenariysining tahliliga o'tamiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda target kreativ, mars aktiv va format qismida aynan sotuvchi format degan belgilanib turibdi. Bu sotuvchi deb turishi bekorga emas. Buni ham dars davomida siz keyinchalik tushunasiz. Ochadigan bo'lsak, format qismida endi esa bu ssenariyimizda 3 ta kanban bor. Oldingizda 2 ta edi-ku. Endi bunda etap, ssenariy va syomka qismlari bor. Bu bekorga emas. Syomka qismida raskadrovka yozilgan. Ya'ni video ssenariy vaqtida nima kadr chiqishi bu yerda tushuntirilgan. Bizda keyingi darslarda aynan raskadrovka mavzusi. Bu yerda siz bu haqida to'liq gapirib, tushuntirib o'taman. Xo'p, o'tadigan bo'lsak, hook qismida nima? Hook qismida farzandingiz IT o'rganishi uchun ikkita ustoz yordam beradi deyilgan. Va u yerda o'ng tomonda ko'radigan bo'lsak, o'rta plan bola kompyuter oldida ishlab o'tiradi. Keyin esa umumiy planga qarab uzoqlashadi. Bolaning orqasida esa ikkita ustoz turgan bo'ladi. Bu yerda o'zi tushunyapmiz. Videoda nima jarayon ketishini shu yerda o'zida tushundik. Ikkinchi, ikkita ustoz yordam beradi. Kurs davomidayoq Mars IT tomonidan
real proyektlar bilan ishlab boshlaydi. Bu yerda endi kadrlar ketadi. Bolaning kompyuter oldida ishlab o'tirgani pastki rakursdan kompyuter klaviaturasida yozib o'tirgani va undan keyin kompyuter ekranida yozayotgan kod ko'rsatiladi. Ya'ni birinchisida kurs davomida Mars IT tomonidan so'zining o'ziga ikkita kadr ketyapti. Buni tushungan bo'lsak. Keyin esa pastda real proyektlar bilan ishlab boshlaydi. Bu yerda o'rta planda bola kompyuter oldida ishlab o'tiradi, yon tomondan bir qo'l bilan pul keladi. Bola shu zahoti pulga qaraydi. Ya'ni bu narsani ham tushunamiz. Qaysi joyda nima kadr ketishini. Undan keyin esa asosiy qismida yana dars 12-17 yoshli hammaga to'g'ri keladi. Bu joyda har xil bola machkat переходi bilan kameraga almashadi. Ya'ni hamma kameraga turadi, chiq har xil bola ko'rsatiladi. Buning maqsadi 12-17 yoshli hammaga to'g'ri keladi deganda bitta odam chiqib gapirmayapti-da, uni amalda ko'rsatib har xil bola bilan uni ko'rsatyapti. Va tepada ham xuddi shu narsa, ya'ni real proyektlar bilan ishlab boshlaydi deganda tushunadi, ya'ni pulga bog'lanyapti. Pul orqali real proyektlarni ishlab boshlaydi degan xabar ketilib, ya'ni ssenariyning o'zida 100% pul topasan degan narsani to'g'ri agressiv bildirmayapti-da. Shunaqa yo'llar orqali ham tushuntirish berilyapti va bu zo'r ishlaydi. Oxirida esa harakat. Harakatda to'liq ma'lumot uchun pastdagi havoladan shaxsiy raqamingizni qoldiring. Bu yerda endi kadr qismini o'tamiz. Raskadrovka tomonni 5-6 ta bola bir vaqtni o'zida pastga qarab ko'rsatadi. Ya'ni tiq qilib 5-6 ta bola ko'rsatadi va bu harakatga undash uchun juda katta yordam beradi. Bitta odam pastdagi havola deb aytgandan ko'ra, kurs o'zi 12-17 bolalar uchun va 5-6 ta shunaqa bola pastga qarab ko'rsatishi kuchli harakatga, ya'ni bizani CTI'miz keyinchalik bu narsani tushunib olasiz. Bizani natijamiz, reklama natijasi yaxshi bo'lishini kafolatlab beradi. Endi maksimal darajada. Bu narsa sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, xuddi shu ssenariy asosida tayyorlangan videoni siz o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Farzandingiz IT o'rganishi uchun ikkita ustoz yordam beradi. Kurs davomidayoq Mars IT tomonidan real proyektlar bilan ishlab boshlaydi. Dars 12-17 yoshli hammaga to'g'ri keladi. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi havoladan ro'yxatdan o'ting. Xo'p, videoni ko'rdingiz degan umiddaman. Mana shu ssenariy asosida xuddi shunaqa videolar olingan. Endi esa biz birgalikda 3-videoni tahlil qilamiz. Bu nima? 3-video bu Bumajniy dom filmiga o'xshatish. Ya'ni asosiy bu yerda maqsad aynan filmdagi kadrlarni o'xshatish, shunga atmosfera yaratish. Bu nimaga kerak? Bu shu filmni ko'rgan insonlarga yana ham yaqinroq bo'lishimizga yordam beradi. Shuning uchun bu ahvat formatida ko'rsatilgan va ochadigan bo'lsak, bizda ssenariy paydo bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa 3 ta qism bor. Buni keyinchalik tushuntirib beraman. Bu yerda nima? Etap qismida hook qismida bizda yozilyapti. Baxt o'zi nimada? Bank o'marishdami? Yangi do'stlar orttirishdami? Bu yerda kadr. O'rta planda professor orqa tomoni bilan doskaga qarab o'ynanib turgan kadri ko'rsatiladi. Ya'ni professor bor, o'sha professor doskaga qarab turadi, orqa tomondan esa uzoqlashib ketadi degan narsani tushunishimiz mumkin. Ikkinchisi qiziqtirish. Yo'q. Baxt bugun nafas olishimizda. Va bu yerda ketyapti. Yon tomondan professor qog'oz orqali yasaydigan qushlarni o'ynab o'tirgan kadri yurib ko'rsatiladi. Kadr yuryapti. Keyin asosiy qismda ketadi bu yo'g'iga. Baxt boshqalarga yordam berishimizda. Qizil uy telefoni orqali raqam terib ko'tarish kerak. Ya'ni ketyapti. Qizil telefon tushundik. Ikkinchi muhim qismi. Baxt o'zimiz yoqtirgan ishni qilishimizda. Oq listga yozilgan Kaspi School yozuvini doskaga yopishtirgan kadr ko'rsatiladi. Kadr yopishtiriladi. Bu narsani ham tushundik. Uchinchi, bu mening uchun baxt. Doskaga qarab turgan professor yuzi ko'rsatiladi, demak, doskaga qarab gapiryapti. Tushundik. Va harakat. Harakat bu yerda nima? Siz uchun baxt nimada? Ikkita kompyuter orasidan kamera o'tadi, o'rtaga professor shaxmat o'ynab o'tirgan kadrlar ko'rsatiladi. Tushundik, demak, ikkita kadr, o'rtada shaxmat. Tushunarli. Oxirida esa davomi deb yozilibdi. Video davomi video emotsiyali bo'lishi uchun kino lavhalari ko'rsatilib, mashhur muzik tanlanib qo'yiladi, ya'ni aynan shu kinoni. Kadr esa o'rta planda professor endi kameraga qarab turadi, kamera orqaga qarab yuradi. Demak, birinchi kadrda teskarisi kameraga qarab turamiz. Bu narsa ham demak tushunarli. Bu narsa ko'proq vizual hook orqali ishlangan. Aynan bu yerda siz undan oldingilarda, misol
gap orqali, tekst orqali boshqa huklar bo'lgan bo'lsa, bu yerda aynan vizual hukka urg'u qaratilgan. Buni sizga nimaga aytyapman? Shuni farqiga borishingiz uchun. Bu tayyorlangan videoni esa hozir siz birgalikda ko'rishingiz mumkin. Bu ssenariyni sizga nimaga ko'rsatyapman? Siz vizual gap huquqlarini maksimal tushunishingiz uchun. Bu ssenariy uchun yozilgandan keyin tayyorlangan videoni esa siz hozir ko'rishingiz mumkin. Berlin. Hamma meni diqqat bilan eshitsin. O'zbekistonda kafolatlangan content marketing kursi ochildi. Tokio, Moskva, hammaga ayt. O'g'rilikni to'xtatamiz. Endi hammamiz bu kursda o'qib, content ekspertiga aylanamiz. O'zbekistonda bu kasbga talab shunchalik oshib ketdiki, endi katta daromad topish uchun shunchaki content maker bo'lishning o'zi yetarli. Content marketing kursi haqida to'liq ma'lumot olish uchun plyus belgisini qoldiring. Xo'p, video tushunarli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Shu joyda sizga bitta oltin qoida haqida gapiraman. Qanday formula asosida ssenariy yozishingizda umuman ahamiyati yo'q. Videoning ideyasi va undagi birinchi soniyalar eng muhimi. Mana shu narsalarga 100% qattiq bilib oling. Videoning boshi eng muhim qismi. Bitta o'tinchiga gapirilgan, o'sha mana bu daraxtni chop deb gapirilgan, o'sha vaqtda o'tinchi misol iqtibos qilib gapirgan. Menga bitta daraxtni chopish uchun 1 soat berilsa, 40 daqiqa vaqtimni boltamni charxlash uchun o'tkazaman deb gapirgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Biz videomiz uchun misol 100% energiyamiz bor bitta videoni tayyorlashimiz uchun. Mana shu 100% energiyadan 50% energiyamiz, 50% ketadigan vaqtimiz videoning huquqiga qaratilishi kerak. Ya'ni birinchi 3 soniya, 5 soniya ichiga qaratilishi kerak. Undan keyin qolgan 50% boshqa qismlarga taqsimlansa bo'ladi. Lekin videoning eng muhim qismi boshidagi soniyalar. Mana shu narsani siz tushunib oling. Videoingiz boshi zo'r chiqmasa, uni qolgani, zo'r bo'lganini umuman ahamiyati yo'q. Chunki odamlar videoni boshiga qarab, videoning qolgan qismini ko'radi. Shu uchun, ya'ni qolgan kadrlarni bir 5-sekunddan keyin kadrlari, syomkalari zo'r bo'lsin, boshi zo'r bo'lmasa, qolgan qismini hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun bor fokus 50% fokus, 50% energiya videoning boshki qismiga qaratilishi kerak. Birinchi 50% fokus videoning huquqiga qaratilishi kerak. Undan keyin esa qolgan qismlar qilinadi. Qolgan 50% fokus energiya ichida. Chunki videoingiz agar boshi chiroyli bo'lmasa, odamlar e'tiborini tortmasa, undan keyin qilingan kadrlar, rakurslar, boshqa joylar zo'r bo'lishi umuman foydasi yo'q. Chunki odamlar videoni boshiga qarab, videoni qolganini ko'radi. Ya'ni qolgani zo'r, videoning boshi esa umuman bo'lmaydi. Buning natijasida qolgan joylarni odamlar baribir ko'rmaydi. Shu narsa bo'lmasligi uchun siz videoning boshiga fokusingizni qarating. Mana shu zo'r bo'lsin. Qolgan 50% fokusingizni esa keyinchalik qolgan joylariga qarataverasiz. Mana shu narsaga agar siz amal qiladigan bo'lsangiz, videolaringizni ko'p inson ko'radi, videolaringiz ko'p insonga ta'sir o'tkaza oladi. Bugun siz bilan nimalarni o'rgandik? Bugun siz bilan ssenariy yozish strukturasi haqida gaplashdik, huquqlarni o'rgandik, keyin esa qoidalarni tushunib oldik va oxirida birinchi soniya muhimligini bilib oldik. Darsligimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Keyingi foydali darslarni o'tkazmaslik uchun obuna bo'ling va eng muhimi kurs haqida to'liq bilish uchun opisiya va kommentdagi sayt ustiga bosing.